Oylikka yashab bo'lmaydi, og'irishga kuching yetmaydi, biznesga aql yetmaydi, aktyorga chiqib urishaydi, sen duxing yetmaydi. Nima qilsa bo'ladi? Falakatdan zerikdim. Buni shipirgini hayotimda tikka qilgan odam emasman, lekin falakatman. 25 yoshgacha erkak kishini omadi kelmaydi, o'rtacha bo'ladi deyardi. 26 ga ham kirib oldik mana. Omad falakat o'shandaycha turibdi bizda. Bir arzon samoyga borib ag'bamizni karchilab o'raymi, nima deding? Biz g'ish bilan yursagan foydasi yo'q. Bunaqada bola chaqani bizni bola chaqa boqadi. 1,5 metr arqonda og'irga kirib ketib, o'zimni bir narsa qilib qo'yaman, shunday jonimga tegdi. Rossiyadan o'rtamda rahmi kelib ketdi menga. Telefon qilib, "Do'st, bu narsa qilib olgin, pul tashlab yuboryapman" dedi menga. Uni ham mana yo'lda mashinaklar yechibapti mana pullarni. Mana ancha qarz bilan yana yotibmiz mana. Birata qarzimni yengillatib pul bo'lib qoldi dedim. O'rta kaptanga tashlab yuboryapman, qarzimni tashladim, ot kallasi peniyani oldi unga ham. 7 metr orqaga qaytadi-yu, nega mushuk chiqib qolsa. Men 17 metr qaytganman o'shandan. Nima hamma 26 yoshda shunaqami hozir? Men tushunmayapman. Uzum yegani qush keldi uyga. Uzumni cho'qilayapti, rogatka bilan ko'kragidan qo'yardim, paq etkizib. Hali qush o'ldi. Ana shunda omad qushini o'ldirdim men. O'sha bo'yi omadim kelgan yo'q meni. Nima qilsam bo'ladi? Nima men yo bir anaqami, bir omadsizlik to'ldirgan qozonga tushib ketganmanmi men? Nima qilayman? Sen tentak falakatmasan, prosta challan ishlamaydi. Uni Anjirpay ilovasi orqali o'tkazsam bo'lmaydi. Yo'q, o'rtog'ingga ham. Play Marketda ham, Apple Store'da ham bor. Anjirpay ilovasi orqali Rossiya ham, O'zbekiston, butun dunyoga pul o'tkazsang bo'laveradi. O'zbekistonning hamma bank kartalariga ham naqd pul ham yuborishing mumkin. Undan tashqari, kommunal xizmatlarga ham to'lab o'qsang bo'laveradi. Sen bilmayapsan-da. Dangalar, telefonim ham zalogda. Zalogdan olish uchun qarz to'lash kerak. Qarz to'lash uchun pul kerak. Pul menda yo'q bo'lsa, nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam? O'zimni 1,5 metr arqonda og'ilda bo'laman. Deyman, jon shirinda bir gap bo'lar. А ты не смотри, что они плечистые.